Ha, Shohislom aka, nimadan boshlayapsiz? Avtomatik garelka propanda ishlaydimi deb savol berishadi-yu. Mana shu avtomatik garelkani propanga moslayapmiz xolos. Garelkani mana shu rajok tomonini yechib olamiz birinchi bo'lib. Olsa ichidan jiklyorlari chiqadi. Mana shunaqa jiklyorlarni burab propanga moslaymiz. Garelkani yechib oldik. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu jiklyorlar qotirilgan. Buni mana bunaqa ключda 7 ключ bilan yechib chiqamiz. Har bittasini olamiz, o'rniga o'sha propanni jiklyorini qo'yib chiqib to'g'rilaymiz. Mana o'sha jiklyorlarni ko'rib turganingizdek hammasini yechib oldik. Endi mana shu jiklyorni qotirishni boshlaymiz. Bismillah. Hoppa. Jiklyorlarni ham qotirib oldik. Orasidan ham bunaqasi ham chiqib qoldi, qaranglar. Mana bu o'ziniki bo'ladigan bo'lsa, mana bunisi orasidan chiqdi jiklyorni. Mana shu katta ekan teshiga borib, shuning uchun mana shu narsani ustanovka qilayotganda qarab qilinglar. Mana shu orasidan teshigi kattalari ham chiqib qoldi. Bu gaz sarfini oshishiga olib keladi. Xo'p, endi joyiga qotirishni boshlaymiz. Mana 8 talik garelkamizni ham propanga moslab bo'ldik. Buni endi qo'shni davlatga, Qirg'izistonga chiqarib olishimiz kerak. Shuning uchun masofa yaqin emas, tekshirib, hammasini ispitaniyadan o'tkazib, keyin chiqarib yuboramiz. Hozir qanaqa tekshirishimizni ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek, garelkamiz ham ishlayapti, hammasi joyida. Endi inshaalloh buni Qirg'izistonga jo'natib olsa ham bo'ladi.